Hammaga xayrli kech. O'zim haqimda birinchi tanishtirib o'taman. Mening ismim Tata. Ko'rib turganingizdek, rasmdagidan farq qiladi hozirgi ko'rinishim. Men 10 yildan beri marketing bilan, shug'ullanaman. Hozirda Yandex Ta'limda, faoliyat yuritaman. Bundan tashqari, muzeyda va dizayn startapda faoliyat yuritganman avvallari va boshqa sferalarda ham. Bundan tashqari, Yandexda brend kommunikatsiyalari bilan, shug'ullanaman. Ya'ni, produktlarimiz qanday vazifalarni bajarishi va ularni, foydalanuvchilarimizga ko'rsatib berish bilan shug'ullanaman. Bundan tashqari, men san'atga, texnologiyalarga qiziqaman va, kommunikatsiyalar orqali va umuman, yangi, vazifalarni topish, yangi yechimlar topish yoqadi. Bundan tashqari, bu yili qozog'istonlik komandani, mentori hisoblanaman Technovation bo'yicha va bundan juda ham xursandman. Endi esa, vebinarimiz nimada tashkil topishini aytib beraman. Birinchi o'rinda rasmiy talablar, ya'ni pitch olayotganda nimalarga javob berish kerak? Pitchingiz qaysi vazifani bajarishi kerak? Ish etaplari, ya'ni va bundan tashqari qanaqangi asosiy, uslublarni ishlatishingiz mumkin. Pitchlarni yasashdan tashqari tayyorgarlik bo'yicha chek-list qilishingiz kerak bo'ladigan, tayyorlanishingiz kerak bo'ladigan vazifalarni sizga yozib beramiz, yaxshi video yasash uchun. Birinchi o'rinda, rasmiy talablar. Bu rasmiy talablar, Technovation tomonidan qo'yiladi, ya'ni Technovation dokumentlaridan olingan, sizga ko'rsatyapman ekranda. Ya'ni bu birinchi o'rinda, produktingiz haqida, qisqa lo'nda tarzda va komanda haqida hamda komandani ambitsiyalari, maqsadlari haqida qisqa tarzda video sifatida gapirib berish hisoblanadi. Va bu orqali siz, aaa, produktingiz va, komandangizga ishonish kerakligi va sizni qo'llab-quvvatlanish kerakligiga qolganlarni ishontirishingiz kerak. Bundan tashqari, har xil loyihalarda o'zini har xil taraflari bo'lishi mumkin va hammangiz, tez orada pitch videoyingizni yasashni boshlaysiz, pitchingizni yasashni boshlagan bo'lishingiz mumkin va bu bizning vazifamiz. Bundan tashqari, rasmiy talablardan tashqari bizda, vazifasi bor pitchingizni. Ya'ni birinchi o'rinda muammoyingizni avvalonda tarzda belgilab berish va u nimaga sizga jamoa sifatida va undan tashqari jamiyatingiz uchun muhim hisoblanishini gapirib berishingiz kerak. Ya'ni aynan nimaga shu muammoni tanlaganingizni asoslab berishingiz kerak. Bundan tashqari, bu muammo bo'yicha yo'lga qo'ygan har xil o'rganishlaringizni, tadqiqotlaringizni ko'rsatib berishingiz kerak. Ya'ni masalan, bu muammo qanchalik muhimligini ko'rsatib beruvchi har xil, isbotlarni keltirishingiz kerak. Va bundan tashqari bir ikkita, loyihangizni, muammoyingizni, fikshlarini ko'rsatib berishingiz kerak. Va nimaga aynan siz o'zingiz tanlagan texnologiya bo'yicha, muammoni yechishga kirishdingiz yoki boshqa texnologiyalarni ishlatmaysiz va bu texnologiya nimaga aynan, shu muammo uchun yaxshi ishlaydi, qolgan texnologiyalarga solishtirgan tarzda va albatta, talab taklif qilayotgan yechimingizni, etika tarafidan ko'rib chiqishingiz kerak. Ya'ni, siz taklif qilayotgan, yechim orqali inson, ga qanchalik, oson bo'ladi o'zini muammosini yechirish. Bundan tashqari ishni yana boshqa vazifalariyam bor. Ya'ni e'tiborni tortishi kerak, hayratga solishi kerak, qiziqishni uyg'otishi kerak. Ya'ni sizni qanchalik katta mehnat qilganingizni ko'rsatib berishi kerak. Bu muammo sizga qanchalik muhimligini ko'rsatib berishi kerak, progressingizni ko'rsatishi kerak va bu narsalarni albatta esdan chiqarmasligingiz kerak bo'ladi. Chunki, rasmiy talablar bo'yicha siz juda ham yaxshi pitch yasashingiz mumkin, lekin video pitchning, bir, xususiyati shundaki, u sizni bosib o'tgan yo'lingizni ko'rsatishingiz kerak. Ya'ni muammoni topganingizdan beri va
muammoni yechimini yasaganingizgacha bo'lgan yo'lingizni ko'rsatib bera olishi kerak va qanday qilib jamoa sifatida ya ya yurganingiz va qanday qilib bu loyihaga ishonganingizni ko'rsatib berishi kerak. Va, pikingizni ishlash davomida qanaqangi pog'onalardan o'tasiz. Ya'ni, ko'rib turibsiz, ular 7 ta pog'ona. Birinchisi bu ma'lumotni yig'ish. Hamma ma'lumotlarni yig'ish deganimizda biz nimalarni nazarda tutamiz? Bu muammoni, nomi, u muammoni muhimligi, qanaqa qilib yechmoqchiligingiz, bu muammo uchun mavjud bo'lgan, yechimlar va tadqiqotlaringizni natijalari, nimalarni o'rgandingiz, ishingizni ishlash prinsipi, texnologik, texnologik yechimingizni, tavsiflab berishingiz, qanaqa qilib uni sinab ko'rganingiz va qanday qilib rivojlanmoqchiligingiz kelajakda shularni gapirib berishingiz kerak bo'ladi. Masalan, hozirda uni ustida ishlayotgan, paytingizda, uni qanaqadir boshlang'ich, versiyasini, ko'rinishini yasagan bo'lishingiz mumkin. Lekin, kelajakda siz uni qanaqadir boshqacharoq ko'rinishga olib chiqmoqchisiz, boshqacharoq narsalar uni ichiga qo'shmoqchisiz. Albatta, bu haqida ham gapirib berishingiz, kerak bo'ladi. Bundan keyin siz qaysi pog'onaga o'tasiz? Bu, videoyingizni, to'g'irlash, ya'ni unga o'zgartirishlar kiritish. Albatta, yodimizda tutamiz, u 3 minutdan oshmasligi kerak va xronometrajingizni to'g'irlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu orqali siz ortiqcha narsalarni, olib tashlaysiz. Masalan, siz muammoyingizni bir betli muammoni gapirib berayotgan bo'lsangiz, yo'q, bu muammoni qisqartirishingiz kerak. Chunki vaqt, chegaralangan bo'ladi. Ya'ni bitta gap bilan tushunarli qilib gapirib berishingiz kerak muammoyingizni. Agarda siz har xil tadqiqotlar qo'ygan bo'lsangiz va har xil tadqiqotlarni, ustida ishlab chiqqan bo'lsangiz va ushbu muammoning, va ushbu yechimlarni o'rganib chiqqaningiz juda ham, ko'p natijalar topgan bo'lsangiz, albatta, uni ichidan albatta tanlab olishingiz kerak. Hammasini emas, lekin 2-3 ta eng muhimini tanlab ko'rsatib berishingiz kerak. Bu juda ham qiyin bo'ladi o'zi aslida. Shuning uchun, bunga ko'proq, vaqt talab qilishi mumkin ketkazishi va jamoangiz bilan nimani muhim deb hisoblashlarini o'rganib chiqishingiz kerak. Va shu sababli redaksирование, qismi, ya'ni videoyingizni tahrirlash qismi juda ham, qiyin deb hisoblayman. Chunki 3 daqiqaga, kirish va 3 daqiqani ichida juda ham, lo'nda, qisqa, lekin aniq bo'lgan video klipni yasash, oson emas. Biz tahrirlab chiqqaningizdan keyin, ya'ni bir necha barobar tahrirlashni amalga, oshirganingizdan so'ng, ya'ni, tahrirlash davomida siz, juda ham ko'p narsani olib tashlamadingizmi yoki kerakli ma'lumotlarni, olib tashlamadingizmi deb, yana bir bor videoyingizni tekshirib chiqishingiz kerak. Ya'ni, a, muammoyingiz, uni ahamiyati va boshqalar. Bundan tashqari keyingisi bu, ssenariyingizni, yasash. Mana sizda, matn mavjud, siz hamma narsani yozib chiqdingiz, qanaqa qilib, nima qilish kerakligini bilasiz. Endi esa bu ma'lumotni qanday qilib yetkazib bermoqchisiz, shuni siz topishingiz kerak. Ya'ni, masalan, kimdir jamoadan bittasi turib, shunchaki gapirib beradi muammo haqida yoki masalan, time management, ya'ni yosh onalar uchun time managementga, mobil ilovalar yaratmoqchi bo'lsangiz, videoyingizga sal boshqaroq, masalan, yosh onalarni videoyingizga ko'rsatib chiqishingiz mumkin.
Ya'ni aynan muammoyingizga nima doir bo'lsa, o'sha narsalarni masalan videoda ko'rsatishingiz, misollaringizni ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, kollaj texnikasidan foydalanishingiz mumkin. Ssenariyda yana bir narsani o'ylashingiz kerak, ya'ni emotsional bog'liqlikni nima orqali ushlab turmoqchisiz? Masalan, sizda, matningiz bor va bu matnda siz loyihangiz haqida gapiryapsiz. Lekin bu loyiha aslida bu siz bir necha oylik, umringizni bag'ishlagan loyiha va siz bir necha oylardan beri ushbu loyihada jamoangiz bilan o'z vaqtingizni sarflab ishlamoqchisiz va aynan ushbu bog'liqlikni sizni kuzatib turuvchilarga ham yetkazib berishingiz kerak. Ya'ni bu loyiha bilan qanchalik emotsional tarzda bog'lanib qolganligingizni, o'sha ko'ruvchilargayam, siz ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Va albatta emotsional bog'liqligini ko'rsatib berish uchun juda ham ko'p, vaqtni sarflab bormasligingiz kerak bo'ladi. Albatta 3 daqiqalik videorolikda buni qilish oson deb o'ylash mumkin, lekin aslida umuman videoni olishni boshlaganingizda siz o'zingiz ko'rasiz, ya'ni, qanchalik, bunga e'tibor berish kerakligini. Ssenariydan keyin biz storyboard qilamiz. Shaxsan men uchun eng yoqimli etap hisoblanadi. Storyboard bilan boshqa paytlari ham qilsangiz bo'ladi. Ya'ni har xil etaplarda bajarishingiz mumkin. Masalan, komandangizni hoziroq amalga oshirishingiz ham mumkin. Ya'ni, Technovation avval ishtirok etgan jamoalarni pitchlarini ko'rib chiqish, startapchilarni pitchlarini ko'rib chiqish, TED Talks'dagilarni, pitchlarini ko'rib chiqish, teleshoulardagi ishtirokchilarni, pitchlarini, nutqlarini ko'rib chiqish. Bu sizga juda ham, yordam beradi, chunki ular o'z pitchlarida, a qisqa vaqt ichida o'zlarini loyihalarini sotadigan insonlar, o'zlarini nutqlarini gapiradigan insonlar bo'ladi va ulardan siz o'rnak olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bu yerda time management katta rol o'ynaydi. Time managementni ayniqsa sizda yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. Va albatta jamoa a'zolaringiz va sizga yoqqan pitchlarni tanlab o'zingiz uchun ajratib qo'yishingiz kerak. Va albatta sizga yoqqan pitchlarni tahlil qilib, siz jamoaviy o'tirib gaplashishingiz kerak. Sizga yoqqan pitchlarni aynan nimasi sizga yoqdi yoki sizga yoqmagan pitchlarni nimasi sizga yoqmadi. Shunaqa yoqqan, yoqmagan taraflarni o'zingiz uchun ajratib chiqasiz. Masalan, menga yoqmadi, chunki pitchi juda ham cho'zilib ketgan. Menga yoqmadi, chunki, uni gapirgan pitchi, qiyin ekan. Yoki o'ziga uncha ishonch bilan gapirmayapti deb, masalan, shunaqangi salbiy yoki ijobiy taraflarni ajratib chiqishingiz kerak. Ko'rib chiqqan videolaringizda, ya'ni argumentlar topishingiz kerak bo'ladi. Masalan, menga yoqdi, chunki titrlar chiroyli yasalgan. Chunki, masalan, videodagi inson chiroyli gapiryapti. Chunki, pitchni olingani, chiroyli olingan. Shunaqa qilib, har xil, jihatlardan chiqqaningizdan keyin siz o'zingizni pitchingiz uchun ham sizda g'oya paydo bo'ladi. Ya'ni nimalarni qilish kerak, nimalarni qilmaslik kerakligi bo'yicha va albatta sizga yoqqan narsalarni o'zingizni pitchingizga ham olib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Siz uchun, storyboard,
so'zni tahrirlab ketamiz. Storyboard bu kartinalar yig'ini hisoblanadi va storyboard orqali siz bir necha masalan, hikoyalaringizni qanday qilib, ko'ruvchilarga taqdim qilib berishni, topishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni, a storyboard.com saytidan ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi buning uchun va unga o'xshash boshqa servislardan ham. Ya'ni ular u yerda maxsus freymlar ajratilgan bo'ladi va freymlarga, o'zingizni, a masalan masalan, siz, shahar, muhitida video olmoqchi bo'lsangiz, u yerdagi fondan foydalanib, u yerdagi, masalan, shahar fonini ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni onlayn redaktorlardan ham foydalansangiz bo'ladi. Va albatta, har bitta freymga o'zingizni illyustratsiyangizni kerak bo'ladi. Bu majburiy etap emas, lekin qanchalik uni aniq ifoda etib bersangiz, keyingi etapda sizga shunchalik oson bo'ladi. Va siz har bitta kadrni yozib chiqsangiz va uni tasvirlab chiqsangiz, bundan keyingi syomka jarayonida, ya'ni suratga olish jarayoni sizga, oson bo'ladi. Va shu sababli sizga storyboard etapini juda ham taklif qilamiz va unga vaqt sarflashingizni taklif qilib qolamiz. Ya'ni kim nima qilishi kerak, qayerda turishi kerak, kimdan keyin kim kelishi kerak, hammasini shu storyboardda ketma-ketliklarni tuzib chiqasiz. A undan keyingi bo'ladigan har xil qiyinchiliklar, masalan, syomkani jarayoni cho'zilib ketishlari bu yerda oldini olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi esa suratga olish etapi hisoblanadi. Syomka olingungacha sizda barcha ma'lumotlar bo'lishi kerak. Sizda storyboard bo'lishi kerak, freymlar, ya'ni ketma-ketliklar bo'lishi kerak. Suratga olish jarayonini siz har xil uskunalarda qilishingiz mumkin. Telefondan tortib professional kameragacha yoki o'zingizda bor mavjud bo'lgan uskunaga. Suratga tushish albatta qiyin. Kameraga gapirish qiyin bo'ladi. Agarda jamoangizda shunaqangi kameraga tushishga yoqadigan yoki unga oson bo'ladigan bo'lsa, bu juda yaxshi. Lekin agarda jamoangizni hech qaysi biringiz ham ishtirok kamerada gapirishni yomon ko'rsangiz, bu ham yomon emas. Albatta, barcha odamlar hayajonlanishadi. Bu oddiy holat. Masalan, men ham hozir kamerada oldida o'tiribman va albatta men ham hayajonlanyapman va ushbu maslahatlarga amal qilishga harakat qilaman. Albatta, birinchi o'rinda kameradan qo'rqmaslikka harakat qiling. Albatta, qo'rqsangiz ham obyektivga qarang, o'zingizga ishonib gapiring, emotsiyalaringizni ko'rsatishga harakat qiling, kulishga harakat qiling. Agarda jiddiy narsa haqida gapirayotgan bo'lsangiz, yuzingizda shuni ko'rsating va oddiy, yuz bilan gapirmang, ya'ni emotsiyalaringizni ko'rsating.
eng muhimi video pitch bu sizni, oxirgi ishingizni natijasini ko'rsatib beradigan narsa hisoblanadi va aynan shu bosib o'tgan yo'lingizni ahamiyatini, qanchalik sizga muhimliligini ushbu video pitchda ko'rsatib beradi va albatta pitchingizni, ishingizni va pitchingizdagi muammoga rostdan ham qiziqishingizni, rostdan ham u sizni, xavotirga solishini siz buni ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Albatta, kameradan qo'rqmaslikka harakat qiling va o'zingiz qilgan ishingizni g'ururlanib, faxrlanib ko'rsatib bering. Va suratga olish haqida yana bitta muhim narsa, marketingda ishlash davomida men har xil roliklarda ishtirok etaman. Bu albatta doimo xavotirli jarayon hisoblanadi, chunki suratga olish davomida har xil narsalar noto'g'ri ketib qolishi mumkin. Masalan, storyboardda siz storyboardda ekologiya haqida suratga olaman va quyoshli ko'chada o'z videoyimni olib chiqaman deb, siz storyboardda, plan qilib qo'yasiz, lekin keyin siz suratga olishmoqchi bo'lgan kuningiz yomg'ir yog'ib yuboradi yoki, havo yomon bo'ladi va bu, narsadan xavotir qilmasligingiz kerak. Bu oddiy holat. Albatta, havo har xil bo'lib qolishi mumkin yoki kimdir kasal bo'lib qolishi mumkin, kutilmagan holatlar bo'lishi mumkin. Bu nafaqat tasavvur ishi loyihasida, balki umuman hayotda har xil suratga olish jarayonlarida, rolik, reklamalar olishimizda ham albatta bunaqa holatlar bo'ladi. Albatta, siz bunaqa holatlarga tayyor bo'lishingiz kerak va qanaqadir shunaqangi kutilmagan holatlar bo'lib qolishiga o'zingizni tayyorlab turishingiz kerak. Va syomkada buni albatta nazarda tutishingiz kerak bo'ladi. Albatta, bu haqida eslashingiz kerak bo'ladi. Albatta, buni gapirib berish davomida men o'zimda sodir bo'lgan barcha shunaqangi kutilmagan holatlarni eslab o'tdim va albatta sizlarga tayyor bo'lishingiz kerak deb, ogohlantirib ketdim. Keyingisi siz, suratga olib bo'lganingizdan keyin, tayyor material mavjud bo'lganidan keyin, sizda storyboardda yasagan freymlaringiz bo'yicha dubllar olindi degani. Va montaj davomida siz qanaqadir ortiqcha narsalarni, masalan, kimdir ko'zini yumib qoldi yoki qayerdadir bir narsa yurib ketdi, shunaqangi kerakli narsalarni olib tashlaysiz. Va ushbu materiallardan siz, tayyor pitch videoni, yasaysiz va sizdagi xom materialdan oxirgi pitchingiz tayyor bo'ladi. Montajga keraklicha, yetarlicha vaqt qoldirishingizni maslahat beraman, chunki, texnik taraflama bu, ham, qanaqadir vaqt sizdan talab qiladi. Montaj jarayonida, a montaj davomida hech qachon ideal ravishda, videoyim tayyor bo'ldi degan xayol hech qachon sizda tayyor bo'lmaydi, lekin siz bunga tayyor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz videoyingizni qismlarini yasadingiz va ularni ketma-ketligini terib chiqdingiz. Aaa, grafika u yerda sizda yo'q, yoki montaj davomida siz ularni ketma-ketliklarini o'zgartirmoqchisiz va, umuman videoni qaytadan qilib chiqmoqchisiz. Albatta, bunaqangi tuyg'u doimo bo'ladi, bunaqangi xayol doimo bo'ladi. Ya'ni doimo siz o'ylaysizki, videoni yanayam yaxshiroq, yanayam yaxshiroq qilishim mumkin edi deb, o'ylaysiz.
Va shu sababli, maslahat beraman, minimal ravishda, kerakli bo'lgan videoni yasang va vaqtingiz qolsa, uni idealgacha mukammallashtirib, uni ustida ishlashingiz mumkin bo'ladi. Har xil stillardan foydalanib, har xil titrlar, har xil yozuvlar, aaa, ismlarni, ketma-ketliklarni o'zgartirish bularni hammasini, minimal versiya tayyor bo'lganidan keyingina sinab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Chunki agarda siz o'ylab turgan ishlaringiz amalga oshmay qolsa, baribir sizda o'sha minimal versiya bo'ladi va o'sha minimal versiyani ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Va 6 ta etapni bosib o'tganingizdan keyin siz o'zingiz bilan faxrlanishingiz, mumkin bo'ladi. Chunki pitch, ustida ishlashni amalga oshirdingiz va tugatdingiz. Va siz bu degani barcha ishingizni yakunlashni oxirida, turibsiz degani bo'ladi. Mana sizlar bilan 6,5 ta, siz bosib o'tadigan pog'onalarni gapirib o'tdik. Ya'ni birinchi o'rinda siz kerakli ma'lumotlarni yig'ib olasiz pitchingiz uchun. Yozagan tekstingizni, tahrirlab chiqasiz, ssenariy yozasiz, ssenariyingizni storyboardlarga qo'yib chiqasiz va yozilgan ssenariy bo'yicha, suratga olasiz. Suratga olingan narsani montaj qilasiz va oxirida, aaa, agarda sizda vaqt qoladigan bo'lsa, videongizni yasatib, qanaqadir narsalar qo'shib, uni ustini yanayam rivojlantirib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni, pitchingizda, qanaqa, narsalarni amalga oshirishingiz kerak. Ya'ni pitchingiz o'zini asosiy vazifalaridan tashqari nimalarni qilishi kerakligi haqida gaplashamiz. Bizda 3 ta shunaqangi narsa bor. Sizni pitchingizni, rolikingizni kontentiga aloqador emas, lekin ular, a, pitchingiz yaxshiroq chiqishi uchun va muammoyingizni yaxshiroq ko'rsatib berish uchun siz 3 ta narsadan foydalanishingiz kerak. Ya'ni e'tiborni tortib olish. Albatta, sizni pitchingizni siznikidan oldin ham, siznikidan keyin ham videolarni ko'radigan insonlar ko'rib chiqishadi va ular bir nechta pitchlarni ko'rib chiqishadi va, pitchingiz ajralib turishi kerak qolgan pitchlardan va qolgan pitchlardan ajralib turishi uchun formati bilan yoki o'zi umuman ajralib turadigan videoni, Aaa, o'sha ko'rib turadigan odamni, hayratga solib, uni e'tiborini tortib olish kerak. Ushbu uslublardan reklamalarda ko'p foydalanishadi. Kitoblarda ko'p foydalanishadi, jurnallarda, maqolalarda. Birinchisi qanaqadir, hayratga soladigan, hech kim bilmaydigan qanaqadir faktni, hammani shokka soladigan faktni ishlatishingiz mumkin. Masalan, sizning loyihangiz, a sog'liqni saqlash bo'yicha loyiha qilayotgan bo'lsangiz, am, a o'sha muammoyingizga doir qanaqadir faktni berishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, yer yuzida, a, har 3-chi odam umr davomida bir marta bo'lsa ham donor qonidan foydalanishi kerak bo'ladi. Va albatta bu fakt, hammani shokka solishi mumkin. Va agarda siz o'rganishlar davomida siz qanaqadir shokka soladigan biror narsani topgan bo'lsangiz,
va bu narsa sizni hisobga solgan bo'lsa, albatta bu sizni kuzatuvchilaringizni ham hayratga solishi mumkin bo'ladi. Masalan, siz o'ylagansiz boshida bu faqat meni atrofimdagilarni muammosi, oilamni yoki do'stlarimni, lekin siz, izlanishlar davomida shuni bildingizki, bu narsa nafaqat siz atrofingizdagilar, butun yer yuzidagilarni, qiynaydigan muammoligini siz topasiz va albatta buni hayratga sizni soladi. Keyingisi esa bu qanaqadir ritorik savol berish. Masalan, olima ayollarni bilasizmi ko'pini yoki kosmonavt ayollar haqida bilasizmi? Ayollar, haqida bilasizmi? Va albatta ularga bunaqangi savol bersangiz, ular albatta shu savolingizga, a, javob topishni, javob topishni ga harakat qilishadi va albatta javob topisha olmaydi. Ularga qiyin bo'ladi bu haqida va ular o'zlarida tushunib yetishadi qanchalik gapirib bermoqchi bo'lgan g'oyangiz ahamiyati kattaligini. Va bu, ratsional, elementni siz qanaqa ratsionallikni siz ko'rsatib berayotgan bo'lasiz. Masalan, am 60% maktab o'quvchilari, hech qaysi fizika o'yinlar haqida bilmaydi deb qanaqadir, faktni ishga solishingiz mumkin bo'ladi. Va kuzatuvchilaringiz ular ham o'zlari topa olmayotganidan shunaqangi masalan siz bergan savolga javobni ular albatta hayratga tushadi. Uchinchisi bu kuchli kontrastdan foydalanish. Va masalan siz time management haqida gapirayotgan bo'lsangiz, deylik ekraningizni 2 ga bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, ekraningizni bitta tarafida time qilinadigan, har doim ishlamni, ikkinchi ekranida esa time managementdan hech qachon aziyat chekmagan, doimo hamma narsaga ulguradigan ekronni ko'rsatib berishingiz, mumkin bo'ladi. Ya'ni siz ikkita qarama-qarshiliklarni ko'rsatasiz videoyingizda. Ya'ni sizni foydalanuvchingiz mobil ilovangizni ishlatsa qanday ko'rinishda bo'ladi? Sizni ilovangizni ishlatmasa qanaqangi ko'rinishda bo'ladi? Ya'ni ilovangiz qanchalik insonni holatiga ta'sir ko'rsatib berishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta bu ham, emotsional effektni ko'rsatadi. Emotsional tortish. Albatta buni ko'proq, rolikni boshida ishlatishingiz mumkin bo'ladi, lekin ssenariygizga qarab har xil qismlarni ishlatishingiz mumkin. Ya'ni nimaga aynan ushbu muammoni tanlaganingizni ko'rsatib berish kerak. Masalan, o'zingizni shaxsiy hikoyangiz, orqali masalan, men kendimda shunaqa qilishni istaganman, lekin, menda shunaqangi muammolar bo'lgan deb yoki umuman hayotingizda sodir bo'lgan qanaqadir voqeadan misol keltirib, boshlab o'zingizni, shaxsiy, qanaqadir hikoyangiz bilan bo'lishib ketishdan boshlashingiz mumkin bo'ladi. Va bu ham katta emotsional, ta'sir ko'rsatadi. Yoki biror bir foydalanuvchingizni hikoyasini ham gapirib berishingiz mumkin. Ya'ni foydalanuvchingiz deylik, Nastya, u qanaqadir muammodan aziyat chekadi va siz uni a qanchalik bu muammodan aziyat chekishini sizga gapirib berib
Ya'ni ushbu foydalanuvchingizni o'rnida kimdir bo'lsa, nima bo'lgan bo'lardi? Ya'ni, shu foydalanuvchiga o'xshashlar ko'pligi va, aaa, ular ham xuddi shu muammodan aziyat chekishlarini sizga yana bitta uslub bu, qanaqadir maxsus siratudan foydalanish. Agarda o'sha muammoyingizga ideal ravishda tushadigan qanaqadir kislotani bilsangiz, ya'ni ibratli gapni bilsangiz, ibratli gapdan, iboradan foydalanib ketishingiz, mumkin bo'ladi. Chunki, uning gaplari sizni, o'sha yechayotgan muammoyingizni ahamiyatini, ko'rsatib berishi kerak bo'ladi. Chunki, bu muammo nafaqat bugun paydo bo'lgan, balki tarixdan paydo bo'lib kelganligini ko'rsatib beradi. Emotsiyalarni ko'rsatib berish, hissiyotlarni ko'rsatib berish. Ya'ni, rostdan ham ushbu loyihadan ishtirok etayotganingizdan faxrlanishingiz, loyihaga qiziqishingizni ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Nigohingizni nigohingizni ko'rsating. Nimaga aynan ushbu muammoni tanladingiz? Nimaga aynan ushbu muammo sifatida siz uchun muhim? Siz shaxsan ushbu muammoga duch kelganmisiz? Qolgan muammolarni ichidan nimaga, tanladingiz? Va albatta, foydalanuvchilar sizni mobil ilovangizni foydalanib ko'rishdimi, sizning loyihangizdan foydalanib ko'rishdimi va ularni hayotida biror nima o'zgardimi agar sizni ishingizdan foydalanishgandan keyin? Agar rostdan ham hayotlarida biror nima yaxshilangan bo'lsa, albatta, buni gapirib berishingiz mumkin. Ya'ni bu sizni loyihangiz qanchalik insonlarni hayotiga ta'sir qilishini ko'rsatib berasiz. Va albatta, nafaqat o'zingizga ishonchni, ya'ni o'zingizdan g'ururlanishni ko'rsatib berishingiz kerak. Albatta, faxrlanish va ishonch, o'ziga ishonch juda ham muhim va albatta siz albatta o'sa olishingizni ham tan olishingiz kerak. Ya'ni siz, hozirda qilgan ishingiz oxirgisi emas, balki bundan ham yaxshiroq, bundan ham zo'rroq bo'la olishingizni tan olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ushbu muammoning yechimida yana bir necha xil narsalarni qo'shishim mumkin. Ya'ni shunaqangi karakterga o'zgarishim mumkin degan, talqinda, gapirishingiz kerak bo'ladi. Masalan, sizni loyihangiz tayinli haqida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni nimalarni, qilishni sizga belgilab beradigan qanaqadir loyiha bo'lsangiz, siz uni kelajakda deylik, yurigan ya'ni masalan, nafaqat, kunlik, vazifalarni, balki kelajakdagi maqsadlaringizni ham yozib boradigan maxsus funksiyalarni qo'shaman deb, loyihangizni qanchalik o'zgartirmasini ko'rishingiz mumkin. Chunki rostdan ham bu loyiha siz uchun kelajakda ham muhim bo'lishini ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Chunki agarda bu loyiha, bu muammo sizga, rostdan ham muhim bo'ladigan bo'lsa, rostdan ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, uni yuzda ishlash jarayonida siz o'zingizga kerakli xulosalarni qilasiz. Ya'ni nimalar qo'shmoqchiliginizni, nimalarni va albatta oxirgi slaydimizda sizga maxsus chek-list beriladi. Bu, pitchni yasash davomida nimalarni, vazifalarni amalga oshirishingiz kerak, ya'ni, ushbu punktlarni amalga oshirishingiz kerak pitch qilish uchun.
va bundan foydalanishingiz mumkin, video yasab davomida. Va buni yordamida siz, sotsial ijtimoiy tayyorlanib olishingiz mumkin. Ya'ni, aaa, syomka davomida siz hamma ishni qilganingizga amal bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda, momoyingiz bitta gapdan bo'lgan bitta muammoni topish hamma saylovda va bir-ikkita gap bilan o'sha, muammoyingizni ahamiyatini berishingiz kerak. Juda ham uzun yozish shart emas. Qisqa va lo'nda. Va buni qanchalik qanaqa qilish juda ham qisqa, lo'nda. Va, muammoni ahamiyati haqidagi, har xil misollar, rasional va emotsional argumentlarni topishingiz kerak. Va o'rganishlar. Internetdan o'zingiz amalga oshirgan bu o'rganishlarni muammoyingiz haqida qanaqangi ma'lumotlarni o'rgandingiz va qanaqangi o'rganishlarni olib bordingiz. Va ularni ichidan eng kattasini tanlab olib, roligingizda ko'rsatib berasiz. Loyihangizni eng kerakli featurelarini ko'rsatib berishingiz, ya'ni, loyihangizni 2 3 eng qaysi ahamiyatli taraflari muammosini yechishga yordam beradi. Texnologik yechim, qanaqa texnologik yechimni tanladingiz va nimaga aylanishni tanladingiz? Aaa, loyihangizni, ishlash prinsipi, ya'ni uni qanaqa tarzda ishlaydi? Masalan, siz, Aaa, sheriklaringizga, do'stlaringizga biror narsani ishlatishda yordam bergan bo'lishingiz mumkin avvallari. Xuddi shunaqa tarzda, aaa, o'zingiz uchun oddiy bo'lgan narsani o'sha ko'rgazuvchilarga ko'rsatib berishingiz kerak. Ishlatishni. Keyingisi, test qilib ko'rish, ya'ni, sinab ko'rish jarayoni. Sizga kerakli, taraflarni tanlab oldingiz, kadrlarni tanlab oldingiz va, aaa, xom variantini tayyorlab oldingiz pitchingizni. Qanaqadir emotsional momentlarni qo'shdingiz, kerakli tahlil ishlarni amalga oshirdingiz, va bundan keyin uni storyboardga joylashtirdingiz, ya'ni ketma-ketliklarni tuzishdingiz, nimadan keyin kelishini, suratga olish jarayonini amalga oshirdingiz, birinchi boshlang'ich montajni amalga oshirdingiz, ya'ni minimal versiyani yasab oldingiz. Keyingisi so'nggi montaj, ya'ni hamma sizga kerakli bo'lgan narsalarni qilib ko'rganingizdan keyin montajingizni, aaa, eng keraklilarini qoldirib, eng kerakli narsalarni qoldirib, sizga rolikingizni tayyorlash va rolikingiz tayyor. Chek-listimiz tugadi va prezentatsiyamiz ham. Q&A'da bitta savol bor ekan. Ishni qanaqa qilib boshlash kerak hamma e'tiborni o'zingizga tortishi uchun? Slaydlarimizda maxsus maslahatlar berilgan. Albatta, har bitta videorolikda har bitta komanda, o'zini qanaqadir uslublarni amalga oshirmoqchi bo'ladi. E'tiborni tortish bo'yicha. Ko'pgina shaxsiy hikoyalardan foydalanishadi, har xil uslublardan foydalanishadi.
Va eng muhimi shu, a, narsani va eng muhimi bu o'zidan ham effektiv bo'lgan usullardan foydalanish. Va eng muhimi bu, a, rostdan ham muammoyingizga doir bo'lgan uslublardan foydalanish. Bu oddiygina emotsional bog'liqlikni emas, balki sizni muammoyingizga emotsionallik bog'liqlikni keltirib chiqarishi kerak. Ne oddiygina qanaqadir e'tiborni tortish emas, balki rostdan ham muammoga e'tiborni kerak bo'ladi. A, eng qimmat, suratga olishlar ham, eng qimmat, spetsifikalar ham, samimiylikdan o'tib keta olmaydi. Samimiylik va albatta, siz uchun juda ham, bo'lgan, a, metodikani tutib olish. Bu albatta juda ham, lo'nda javob emas, lekin sizga yo'naltirish bera olishi kerak. Emotsional bog'liqlik albatta muhim. Va albatta sizni, loyihangizdagi bichimingizni sifati ham juda muhim. Emotsional bog'liqlikni keltirib chiqarolmasangiz ham, lekin, a, vizual loyihangiz qanaqa qilib ishlashi, qanaqadir ahamiyatini ko'rsatib bera olishingiz, kerak bo'ladi. A, videoni hamma qismini storyboardda yasasa bo'ladimi? Ya'ni, real tarzda olmasdan, qoidalar bo'yicha yo'q, jamoa yuzaga chiqishi kerak. Va albatta muammoni yoritib berish animatsiyadan ko'ra ko'proq jamoani o'zini ishtirokida yordamida yaxshiroq chiqadi. Chunki, texnologiya nafaqat oddiygina loyiha emas, balki umuman jamoalarning loyihasi va, jamoalarni ko'rsatib beruvchi, jamoalarni qanchalik progressga erishganligini ko'rsatib beruvchi, loyiha hisoblanadi. Video pitch ya'ni pitch o'rtasida farq bormi? Bu ikkita har xil, ma'no tarzida, farq bo'lmasligi mumkin. Ikkalasida ham loyihani, mazmuningizni muhimligini ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Maqsadlari bir xil bo'ladi, lekin, format jihatidan
Farq qilib ko'rsatadi. Video pechda, bunaqadir, har xil imkoniyatlar bor. Video pechda siz o'zingizning foydalanuvchingizni ko'rsatib berishingiz mumkin yoki qanaqadir qo'shimcha elementlarni qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Lekin video pech davomida, sizni imkoniyatlaringiz, cheklangan bo'lishi mumkin bo'ladi. Lekin, loyihani tasvirlab berishda siz, qo'shimcha qanaqadir imkoniyatlar, foydalanuvchilarni ko'rsatish yoki qanaqadir misollarni, ko'rsatish, mumkin bo'lmasligi mumkin. Va format tarafidan qaraganida, a ikkalasiga ham albatta ssenariy yozish kerak bo'ladi va, uni tahrirlaysiz va tayyorgarlik ko'rasiz. A, va jonli efirga chiqish davomida, hamma narsa tugaydi. Lekin video kechishda esa undan keyin qanaqadir, ishlarni amalga oshirish kerak bo'ladi va qanaqadir qo'shimcha, etaplardan o'tish kerak bo'ladi. Va albatta tayyor bo'lgan materialdan biror narsani olib tashlash yoki biror narsani qo'shish tuyg'usi bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, video formati kattaroq va boyroq bo'ladi, ya'ni ko'proq narsa mumkin, lekin oddiy jonli eshitishda bu ikkita narsa, ya'ni nutq va translyatsiya hisoblanadi. Lekin ikkalasini ham maqsadi bitta, ya'ni momoyingizga kuzatuvchilarni ishontirish. Chatdagi savollarga qarasak bo'ladi. A, hammaga katta rahmat. Vebinarlarimizda va savol-javoblarda qatnashganingiz uchun va umid qilamizki, hammada zo'r pitchlar tayyor bo'ladi va hammaga Technovation'dan, o'z loyihalarini topshirishda omad tilaymiz. Ko'pchiligingiz bilan oflayn formatda ham, uchrashishimiz mumkin bo'ladi tez orada va, Technovation, ishtirokchilariga rahmat aytamiz, organizatorlarimizga va shu bilan birga webinarimizni ham tugatsak bo'ladi. Prezentatsiyalar va video yozib olingan vebinarimiz organizatorlarga yuboriladi va ular sizlarga yuboriladi. Hammaga xayrli kech.